Assalomu alaykum hammaga. Halo. Bugun o'rgatadigan narsam, ho'p, bugun sizlarga kliping nimaligini tushuntirib va undan qanday pul topish mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Va bu O'zbekistondagi yagona kliping haqida video bo'ladi. Kliping bilan pul ishlash haqida video bo'ladi. Chunki O'zbekistonda hali birorta bunaqa video chiqmagan. Kliping orqali pul topish. Boshlasak, kliping o'zi nima? Kliping bu mashhur insonlarni uzun videolardan, podkastlardan yoki katta shou ko'rsatuvlardan shorts qilib TikTok, Instagram, YouTube'ga joylab yiqqan prosmotriga pul olish. Agar qisqa qilib aytganda, 1000 ta prosmotriga kerakli summani olish, ya'ni ko'rsatilgan summani olish. Hop, kliping shundan iborat. Asosiy mazmun shu. Mashhur insonlarni o'sha podkastlardan, uzun videolardan qisqa qirqib olib, shorts qilib Instagram, TikTok, YouTube platformalariga joylash. Xo'p, boshladik. Bizga men sayt manzilini opitsiyada qoldiraman va shuni esingizdan chiqarib qo'yman. Videoga like bosing va do'stlaringizga ulashib, kommentariyada izohlarda o'zingiz savollaringizni qoldiring video oxirida. Va obuna bo'lishni ham unutmang. Biz boshladik. Bu narsani yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Bu narsani telefonda ham yoki kompyuterda ham qilsa bo'ladi. Farqi yo'q. Men o'zimga qulaylik uchun kompyuterda qilaman va saytda yozamiz. Saytda yozdik. Hop, aynan shu sayt. Endi to'g'risi bu saytga kirish uchun anchalik nima deydi? Vaqt ketib qoladi. Kirgandan keyin zakurska bo'lish qiyin. Shuning uchun men oldindan kirib qo'yganman va hozir ko'rsataman saytda. Ko'rib turganlaringda bu o'sha sayt, yo'q, mana logotip turibdi. Xo'p, saytga kirdik. Bu yerda tanishlasam, bu yerda o'sha home bor, o'zingiz asosiy bo'limingiz. Bu yerda e'lonlar turadi. Mana bu yerda e'lonlar beradi va qanaqadir bu yerda balans turadi. Men balansdan hozir bilmayman, chunki bu yangi akkaunt. Bu yerda akkauntingizni ko'rsangiz bo'ladi, menu. Hop, bizga bu yerda mana Discovery bo'limi kerak bo'ladi. Hop, Discoveryga o'tdik. Sizlardan shunaqa narsa ochiladi. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Build your business and get discovered by our 21 million customers on Walk. Ya'ni o'zingizni biznesingizni quring va ular 21 milliondan ortiq bu saytda nima deydi? Xaridorlar deydimi yoki tashrif buyuruvchilar deydimi, shunaqalar bor. Xo'p, aytib o'tgandek 2,5 millionta почти 2,600,000 ta biznes bor. Biznes va 300,000 ta inson bor va userlar bor, ya'ni. Va bu yerdan pulini ko'rsak, mana soniya sayin ko'payyapti. 3 milliard dollar. Ko'ryapsizlar, soniya sayin ko'payyapti. 309 edi, hozir yana o'zgaradi. Xullas, mana 387, 737 shunaqa. Bizga bu yerdan nima kerak bo'ladi? Web universiteti kerak bo'lmaydi bizga va Verify business ham kerak bo'lmaydi. Bizga bu yerdan mana bu boshida turgan, o'zi boshida chiqib turadi clipping bo'limi kerak bo'ladi. Biz bu yerga bosamiz. Xo'p, bizni shu yerga olib o'tadi. Kutamiz ozgina.
boshida aytib o'tganimdek, saytda qandaydir zakuska qilish qiyin hozir. Xo'p, sekin-astalik bo'lib qo'yishyapti mana. Bu yerda reklamalar bizni almashib turadi. Va bu yerda bu yerda mana klipinglar. Xo'p, men sizga bu narsalar bilan tanishtirib o'tsam, bu yerda siz o'zingizni shaxsiy brendingizni reklama qilib, o'zingizni nima deydi, ko'proq tanishishga, ya'ni ko'proq insonni sizni tanishishiga yordam berishi mumkin bu sayt sizga. Ya'ni bu yerda klipinglar bo'ladi, siz e'lon berasiz. Aytib o'tganimdek, kliping bo'ladi. Siz ma'lum bir o'zingizni YouTube kanali yoki boshqa yerdagi podkast, yana nimadirlarni bu saytga joylaysiz. Shu resurslardan foydalanib, menga kliping orqali mashhur bo'lasiz. Ya'ni o'sha siz bergan resurslardan, podkastlardan yoki qanaqa kliplardan foydalanib, ular ya'ni kampeyinda foydalanuvchilari, kampeyinda a'zolari 10 sekundlik, 60 sekund, 30 sekundlik videolar yasab ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadi. Instagram, TikTok, YouTube. Mana yerda mana xo'p, tanishib o'tsam, bu yerda siz o'sha kampeyinlar yoki kreatorlar, ya'ni asoschilarini, yaratuvchilarni qidirishingiz mumkin. Siz birinchi kirganingiz sababli menimcha bu yerdan qidira olmaysiz va bu yerda yana turibdi mana. Siz qaysi platformaga joylashni xohlaysiz? Bu yerda mana YouTube turibdi, TikTok turibdi, Instagram va X ijtimoiy tarmoq turibdi va bu haligi nima deydi? Bu kategoriyada shu, masalan, siz Instagram tanlasangiz, faqat Instagram, ya'ni agar Instagram mavjud bo'lgan, ya'ni Instagram ijtimoiy tarmog'iga shorts qo'yish mumkin bo'lgan kampeyinlarni chiqarib beradi, ya'ni e'lonlar. Xo'p, bu yer bizga unchalik muhim emas. Bizga asosan muhim bo'lgan joy bu kategoriya unchalik muhim emas, chunki bu ham yangilanib ketdi. Yangilangan sababli unchalik muhim bo'lmay qoldi. Xo'p, budjet ham unchalik hozircha muhim emas. Siz keyin o'zingiz ham tanishib chiqishingiz mumkin. Contentdan kirsak, xo'p. Bu yerda ikkita bo'lim bor. Clipping bo'limi va UGC bo'lim bor. UGC bo'limi bu ham clippingga o'xshaydi, faqat bo'lishi mumkin. Biron bir kompaniya mahsulotini siz reklama qilib berasiz ma'lum miqdorga. Xo'p. Bu yerdan ko'rib o'tamiz. Mana kampeyinlar turibdi. Mana kampeyn. Men sizlarga aytib o'tgan kampeyinlar. Xo'p. Sizlarga tanishtirib o'tsam, bularni mana xo'sh. Bu yerda music turibdi. Mana music, ya'ni music bu siz qachondir qayerda konsert bo'lsa, o'shani reklama qilish mumkin. Ya'ni nima desa bo'ladi? Konsertingizni oldindan haligi odamlarni o'ziga jalb qilish uchun reklama qilib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunga o'xshash va asosan musiqaga bog'liq narsalarda siz reklama qilasiz. Bu yerda mana ruxsat berilgan ijtimoiy tarmoqlar berilgan. TikTok Shorts qilib joylashingiz mumkin, YouTube Shorts qilib joylashingiz mumkin va Instagram Shorts qilib joylashingiz mumkin. Bu yerda mana berib o'tirgan. Va bu yerda xo'p, bu yerda budjet berib o'tilgan mana. Budjet berib o'tilgan $10,000 dan hozir bu ham joylanganiga 4 soat bo'ldi, atiga 4 soat bo'ldi. $10,000 dan $73 yechib olingan. Hozir adashmasam $55 qo'shilib qo'ygan. Va mana bu yerda turibdi. 1000 ta prosmotrga $1 to'lanadi. Xo'p. Bizga bu kategoriyadan klipingni tanlab olamiz.
bu yerda mana music va music entertainment. Hop, entertainment o'sha bu ham o'shanga o'xshash. O'sha reklama qilasiz. Bu mana yozib qo'yibdi. Highlights, funny moments va cover snaps of stream clips. Ya'ni streamdagi qisqa joylarni kesib, o'sha mana TikTok berilgan ekan, faqat TikTok mumkin ekan. TikTokka joylaysiz. Bu yerda personal brands, clipping culture, entertainment turibdi yana. Hop, bizga nima kerak? Bizga nima desa bo'ladi? Reklamalar. Bizga asosan kerak bo'ladigan narsa personal brand, chunki odamning yuzi bilan edit qilish osonroq. Shu inson yuzi bilan edit qilish oson. O'shaning uchun bizga personal brand kerak. Biz uni topishimiz kerak. Personal brand. Ideal bo'lgan personal brand kerak. Hop. Biz shundan foydalanamiz. Bo'lmasam yana ko'rib chiqamiz. Texnologiyalar mana kriptovalyutalar deyapman, Bitcoin clipping. Hop. Music, personal brand. Ko'rib tursiz mana 1000 ta prosmotr uchun $3. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Bu yerda firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni yozib qo'yish mumkin. 1000 ta prosmotrga $15, $30, $20 yoki $10 qilib yozib qo'yishi mumkin. Bular bunaqa katta summali kampanyalar ko'pincha mashinik bo'lishi mumkin. Ko'pi bilan 5 yoki $10 atrofida bo'ladi. Eng ko'pi bilan bu yerda $3 to'laymiz, shu yerga qo'shilamiz. Join campaign qilamiz. Xo'p. Ko'rib turganlaringdek bu yerda mana $5000 budjet ajratilgan. $5000 budjet ajratilgan va har 1000 ta prosmotrga $3 to'laydi deyapti. Siz ya'ni kampaniyaga kirayotganda shuni ham nazarda olishingiz kerak. Shu ham muhim. Ya'ni aldanib qolmasligingiz uchun. Hop. Zakurska bo'lyapti. Aytib o'tgandek, uni telefondan qilishingiz mumkin va yana bir narsa aytib o'tdim, yana O'zbekistondagi yagona birinchi kliping haqida video bo'lyapti. Xoh YouTube bo'lsin, xoh Instagram, xoh boshqa ijtimoiy tarmoq. O'zbekistondagi, ya'ni o'zbeklarning ichida. Xo'p. Biz boshladik. Join for free qo'shilamiz va tasdiqlashni kutamiz. Email qo'shamiz, tasdiqlanishini kutamiz va biz qo'shildik. Xo'p, mana qo'shildik. Bu asosiy menyu, o'sha kampaniyaga qo'shilganimizdan keyin asosiy menyu chiqadi va bu yerda bizga admin xabar yozgan, ya'ni biror bir savol bo'lsa, salom yozgan va biror bir savol bo'lsa yozishingiz mumkin. Biz yordam berishdan xursand bo'lamiz. Shunga o'xshash narsani yozgan va bu yerga mana agar bu yerdan topolmasalaring agar kontakt support turibdi, shu yerdan savol yo'llashingiz mumkin va aytmaysizki, bu savol yo'llagan narsangiz direktda o'sha mana xabarlar bo'lganda ko'rinadi. Hop. Start here.
ko'rib turibsiz, bu yerda join turibdi, chunki mana bu yerlarda qulp turibdi, tepada qulplar turibdi. Bu degani hali kampanyanga unchalik to'liq qo'shilganingiz yo'q deyapti. Mana ko'ryapsiz. Hop. Qo'shilish boshlamiz. Albatta biz qo'shildik, lekin nimagadir qabul qilmayapti hozircha. Endi ba'zi bir kampanyalar shunaqa, qachonki admin qabul qilsa, qabul bo'ladi. Mana you already have access to this product. Ya'ni siz allaqachon qabul qilingansiz. Bu haligi tekin kampanyaga demoqchi. Shu bizga kerak emas. Mana bayra rating turibdi 5 yulduzlar. 73%, 49 ta member, 49 ta odam 5 yulduz bosgan. Ya'ni bu 73% ga teng. Hop. Biz bu yerdan chiqib turamiz endi. Biz bu yerdan chiqib turamiz va shu yerda paydo bo'lishi kerak, menimcha. Hop. Hozir quruqligi sababi O'zbekistonda hozir soat 13:34. Bu degani Amerikada 12 soat orqaga qaytarsak, kechki 1:30 degani. Agar bu narsa Amerikada ochilgan bo'lsa, kampanya degasi Amerikada bo'lsa, 12 soat orqaga qaytarsak, tungi 1:30 degani yoki shu atrof degani. Biz qabul qilishni kutib o'tirmaymiz. Biz hozir boshqani ko'ramiz. Ya'ni men qo'shilib qo'yganman, agar tugamagan bo'lsa. Hop. Mana hozir qo'shilganimizni qabul qilishdi. Biz o'shanga o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, mayda qulplar ochildi. Hop, tanishtirib o'tiraman bu yerdan. Start here, ya'ni shu yerdan boshlanadi. Ya'ni nima? O'zini qoidalari bo'ladi. Kampanya egasini ma'lum bir akkaunt ochish uchun. Hop. Mana siz TikTok Reels, Short joylashingiz kerak deyapti. Hozir men sizlarga yetarlicha tarjima qilib beraman. Menimcha bu yerda bir xil narsa. Bu yerda asosan kimda kliping qilishingiz, ya'ni kimda shaxsiy brendlar rivojlantirishingiz aytilyapti. Bu unchalik muhim emas. Agar muhim bo'lsa, o'zlari o'qib olsa, bizga encounters bu yerda e'lonlar, ya'ni kanalda qanaqa e'lonlar bo'lishi, mana bu yerda turibdi. Hop. Bular nima desa bo'ladi? Misol uchun ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda 1,5 mingta prosmotr yoqqan. Bu shu video YouTube'da va $14 to'langan. Va bu yerda 1365 ta to'langan, $37 to'langan. Xo'p. Bu yerda ko'ramiz va endi mana haqiqiy milislar. Bu yerda haqiqiy shartlar beryapti. Mana hozir men sizlarga buni tarjima qilib beraman.
Xo'p, tarjima qilamiz. Bu yerda yozilgani hozir ko'rib turganlaringizdek, agar ko'rinmayotgan bo'lsa, ya'ni tez ketgan bo'lsa, ko'rib turganlaringizda bu yerda почти deyarli bir xil narsalar yozilgan. Videoni to'xtatib ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda o'sha bir xil narsalar yozilgan. Biz keyingisini, ya'ni bu yer bilan tanishdik. O'sha bu yerda e'lon kirishini, ya'ni izoh berilgan va bu yerda nima deysiz bo'ladi, edit qilish uchun qo'llanma berilgan. Hozir sizlar bilan tarjima qilamiz buni. One second. Ya. Yaxshi. Bu tarjima qilgan bo'lsa, bunday qilaman, tarjima qilib ko'ramiz biz. Hop. Mana edit qilish bo'yicha qo'llanma berilgan. Mana bu yerda chalg'ituvchi effektlar sodda professional bo'lishi kerak, toza o'qilishi mumkin bo'lgan subtitrlardan foydalanish kerak videolarda va siz edit qilgan videoda bosh suyagi, aura yoki mem qo'shish mumkin emas ekan. Shu edit uchun qo'llanma. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, siz videoni to'xtatib ko'rishingiz mumkin va content rewards. Content rewardsga kelsak, content rewards nimadir bo'ladi? Content rewards ko'rib turibsizlar, bu yerda 3 ta bo'lim turibdi. Uchalasi ham bir insonniki va ko'rib turibsizlar, bu yerda bir couch $2, $3, $2, $5000 budjet qilingan. Mana bu yerda $2000 ichagan, bu yerda $1000, bu yerda ham $2000 ichagan почти. Biz birinchisiga kirib ko'ramiz. Endi farqi birinchisi ham ikkinchisi ham ko'rsatadi. Mana sizlar YouTube uchun 1000 ta prosmotr uchun $1 olasizlar. Instagram uchun 1 ka prosmotr uchun $2 olasizlar. Bu yerda mana videolar turibdi. Masalan, qanaqa edit qilish kerak. Haligi birinchi o'rinda mana 15000 ta prosmotrga qaragan. Bu yerda $45 to'langan ekan. Hop, bizga nima kerak? Source kerak. Resurs kerak, yana resurs kerak, resurs deb mana. Hop. Resurs qayerda olamiz? Ko'pincha shunaqa content rewards yoki bu yerda qanday e'lonlar bo'ladi, shu yerlardan topsalaring bo'ladi. O'zlaring bitta bo'limlarni qidirib chiqishlaring kerak. Resursga kiramiz. Bizda YouTube ochildi. Menimcha YouTube kanali chiqaveradi. Mana aytib o'tgandek, YouTube kanali chiqarib berdi. Bu yerda mana YouTube kanali va biz videolarga o'tamiz. Shu inson YouTube kanali bu campaign, ya'ni campaign yaratgan inson. Mana YouTube plus mana 25 minutli video, 27 minutli video, 49 minutli, 34 minutli shu videolardan sizlar qisqa shortlar yaratib ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirasizlar va prosmotrga aytgandek pul olasizlar. Xo'p, bizga yana nima qoldi tanishtiradigan? Chat bor. Bu yerda chatda, ya'ni a'zolar ko'rib turganingizdek, sizga bizga o'xshagan a'zolar, qo'shilgan a'zolar suhbat qurishadi. Mana admin ham bor, admin o'zi. Ko'rib turganlaringdek bu yerda birorta o'zbek yo'q. Mana Flex, Mahmud Eligamol, Flex asosan shular ekan. Mana Flex, Ali, mencha bu ham o'zbek emas, arab. Aytdim, yo Pokiston yoki Hindiston.
Hop, shu xullas asosiy narsa shu va biz hop, endi shu bilan biz videoni tugatamiz. Bu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismda nimalardan iborat? Ikkinchi qism shulardan iboratki, biz pulni yechib olishimiz, qanday yechib olishdan iborat va nima desa bo'ladi? Pulni yechib olish va shortslarni osongina tayyorlashni o'rgataman keyingi videoda. Video taxminan 2 kun yoki 3 kun chiqadi. Agar tezroq chiqishini xohlasangiz, like bosib, kommentariyada oluvcha qoldiring. Shuni o'zi yetarli va men o'zim uchun deb qolaman va oson degan qanaqa siz bunaqa YouTube'dan skachat qilib, ya'ni yuklab olib, CapCut'ga tashlab, o'sha joyni qirqib, topib, ingliz tiliga tarjima qilib yurmaysiz. Aksincha, uni osonroq bo'ladi. Va agar aytib o'tgandek, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring va savollar bo'lsa, men tushuntirib o'taman. Keyingi videoda tushuntirib o'taman. Savollar bo'lsa, albatta savollar berishni unutmang. Va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi video chiqishidan boxabar bo'lish uchun meni yo'qotib qo'ysangiz, keyingi videoni chiqqandan keyin topa olmaysiz va bu ishingiz shundayligicha qoladi. Men klipingning eng muhim joyini o'rgataman keyingi videoda, ya'ni shortsda oson yasash. Shu bilan videomiz tugadi.